Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana yana sizlar bilan o'zimning xonadonimda yana yangi navlarni ko'rsatishda sizlarga davom etamiz do'stlar. Mana shu ko'rinib turgan Ukraina seleksiyasi Buba. Do'stlar, bu navni kiyganiga menga 4 yil bo'ldi. Har yili juda hosildorlik zo'r. Don o'ta yirik. Nihoyatda 30 grammgacha bo'ladi menimcha doni. Bu hali pishishiga bor. Kech pishar bu nav. Mana hosildor do'stlar. Mana bittani ko'ringlar. Buni qarang. Gurgut qutusidek keladi. 5 cm. Buni orqasida gurgut qutisi даже ko'rinishi sal qiyinroq bo'lyapti. Donni o'ta yirikligidan bu do'stlar. Mana qarang, qanaqangi yirik donli uzun so'p. Mana eng yaxshi jihati buni maydadoni kam. Da bo'lmaydi desam bitta ikkita uchramasa hammasi yirik don. Mana do'stlar, donlarni qarang, o'ta yirik donli. Bu boshi ham katta. 1,5-2 kilogacha bo'ladi bemalol. Do'stlar, mana donni qarang. Bozorboq katta joylarga ekib bemalol daromad qilsa bo'ladigan nav bu. Faqat sal kechroq pishadigan Buba. Mana qarang, mana gurgut qutisida mana 5 cm bor bemalol. Uzunligi ham. Endi qo'lga olib ko'ring. Mana qarang. Mana bunday qilsak, mana do'stlar, Buba eng ajoyib yaxshi sort. Ko'paytirsa bo'ladigan sortlardan. Xo'p, keyingisi Roza Krasniy. Bu Roza Krasniyimiz уже ancha bu olindi bu yerdan. Bozorga ham olindi, kelgan mehmonlar ham yeb ko'rishdi, olib ketishdi. Hozir bu 3-4 bosh qoldi. Xolos. Mana shu tupga 4 xil nav ulaganman. Roza Krasniy, Buba. Buni kurtay payvand qilingan mana shu yerdan. Buba. Keyingisi Malchik Spalchik. Malchik Spalchigimiz nimagadir juda qiyinlashib qoldi, lekin qarang, bu yil mana 4 ta novda qo'yildi. Bu nishonal hosilchasi bu. Buni borida bundan cho'qilandi, mana maydalari qoldi. Mana kaltay surishi. Xuddi mana shu tanada mana yana karnaval bor, qarang. Karnavalni qarang mana do'stlar. Karnavalimiz ham hozir pishib qoldi. Ancha tam kirib qoldi bunga ham. Bu ham Ukraina seleksiyasi karnaval. Boshlarni qarang. O'ta go'zal. Rangi ham chiroyli. Hammasi bir xil qizarar ekan mana. O'tgan yili sal boshqacha bo'ldi, bu yil boshqacha bo'ldi. Sal oqshiroq bo'ldi o'tgan yili. Bu yil to'liq qizardi do'stlar, mana karnavalimiz. Juda ham ajoyib nav karnaval. Buni 700 gram atrofida har bir boshi. Mana do'stlar. Bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6, 7, 8, 9ta, mana 10ta, 11ta, 12ta, mana shu 13, 14, 15, 16, o iç orqasida ham bitta bor mana. 17 bosh hosil. Mana shunda. Mana shu yerdan bitta navda qo'ygandi, kalta qo'ygandi. Mana shu yergacha 1 metrdan oshiqroq, 1,5 metr atrofidagi mana shu kaltaydan mana 17 bosh hosil qo'ygandi. Qarang, qanaqangi chiroyli bo'ldi mana do'stlar. Karnaval. Juda ajoyib nav.
kaltak surishi o'ta kuchli buni ham. Ketgan o tepaga qarab 4 metr bemalol chiqadi. O'ta kuchli kaltak suruvchi. Kuchli o'suvchi. Barglarini ham qarang. Juda ham ajoyib sort karnaval. Keyingi yonida mana ko'chatimiz bor. Bu hali endi buyukligiga o'syapti. Undan keyingisiga keladigan bo'lsak, undan keyingisini mana bu joydan payvand qilganmiz. Erta bahor ko'kka qora shayin muskat. Shayin muskat mana. Nishona hosilchasi ikkita. Bu ham yaxshi o'syapti, mana ketgan. Bu tarafga qarab o'tib ketgan. Shayin muskat. Bu yerda yana ozgina kichkinagina qolgani bu. Dubovskiy rozuydan. Bu ham mana kaltak surgan Dubovskiy rozuy ham tugadi. Bu erta pishar sortidan. Keyingisi albano. Bu yilgi payvand mana. Ko'kka qora qilingan mana shu yerdan mana. 3 ta joydan payvand qilingan mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Mana shu yo'llardan payvand qilingan albano. Kaltak suryapti mana yaxshigina bu ham. Albano. Keyingi yana bir ajoyib sortimiz Kazirok. Do'stlar mana. Bu yil 4-yil bu ham. Hosillari o'ta zo'r. Buni ham doni yirik. Mana do'stlar. Buni ham o'ta doni yirik uzun. Qarang. O'ta serh hosil. Bundan olindi, anchagina olingan. Shunda ham mana qolganlari. Do'stlar. Mana buni ham doni. Buni ham doni yirik. Qanday qilib ko'rsatsak ekan. Mana. Bosh barmoq orqada ko'rinmay qoladi. Kazirok. Bu o'rta pishar. O'rta pisharlar sarasiga kiradi. Kazirok. Hosildorligi yaxshi. Mana bu yerda ham pastda ham bitta bor ekan mana. Ko'rmagan ekanman. Qarang. Mana. Donni qarang yirikligini. Hozir videoda kichkinaroq ko'rinyapti. Juda yirik donli bu ham. Bubaga o'xshab, bu ham doni yirik bo'ladi. Mana do'stlar. Undan keyingi navimiz Bagatir. Mana do'stlar, kech pishar bu ham. Bagatir. Buni ham doni yirik donlilarga kiradi bu ham. Chunki buni ham doni 30 grammgacha bo'ladi deyilgan. Mana. Qarang. Bosh barmog'im bo'lsa, bosh barmog'im orqasida turibdi. Hali bu pishgan sari yana yiriklashadi. Hali bu pishgan yo'q. Bu yilgi nishona hosil. O'tgan yilgi payvand bular. Mana shu kaltak qolingan, shu yerdan o'sgan mana. Mana bu ham Bagatir mana. Ikkita kaltak qo'yilgandi. Mana qarang. Mana bu yerda ham duvarak hosil bor ekan. Kaltak surishi o'ta kuchli ekan buni. Mana duvarak hosillar. Juda kuchli o'suvchi. Kaltaklari pishishga kelib qoldi buni ham. Mana do'stlar. Ko'paytirsa bo'ladigan navlar bular. Doni yirik. Hammasini. Qarang. Bagatir. Mana o'sishi. O'sganini qarang. Barglari ajoyib buni. Undan keyingisi mana talisman bor. Yonida. Mana talisman ham bor edi. Bir boshqa kichkina boshqa qo'ygan. Bu pishib bo'lgan. Uje sekin mayiz bo'lishga ham kelyapti. Talismanda adashmasam ozgina muskati bor edi. Bismillah. Sezilar sezilmas muskati bor. O'ta shirin bu ham. Mana bu ham Bagatir. Yine pishyapti ular.
talismanni ham kaltak surishi zo'r. Kaltaklari pishib ham bo'ldi. Mana qarang, sapchib sariq bo'ldi. Kaltaklari. Mana shunday kaltaklar surgan. Undan keyingisi etyud. Yonida mana etyud bor. Mana do'stlar. Etyudimiz ham bu yilgi birinchi hosili mana. Uchida kindigi qolmabdi ham, cho'zilib ketibdi. Mana mo'sida ozgina bor ekan kindikchasi. Qarang mana, anchagina cho'zilibdi. Bu naryoqda ham bor edi, u yoqda yaxshi hosil qilgan. Bu mayda-mayda 5-6 bosh qoluvdi, mana shu qotdi. Qolgani olingan bulardi ham. Etyud. Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uzumlar mana shulardan iborat do'stlar. Keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha omon bo'linglar. Aytgancha bularda kaltaklardan, ko'chatlardan bor. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin do'stlar. Aloqaga chiqib, bunisini aytmadim, aytmoqchi. Mana bu yerda bu yilgi payvandimiz. Rozoviy Korol. Mana hosil. Nechta bosh qilibdi ekan? Bitta, ikkita. Bunisi 3 ta. Mana yerda ham tagida ham bitta bor ekan mana. 4 bosh hosil qilibdi. Rozoviy Korol. Do'stlar, mana shu joydan payvand qilingan. Mana singan bu. Mana bu setkamiz urganda singan shamolda. Mana shunda ham uzilib ketmagan. Mana shu boshni bemalol yetishtiryapti do'stlar. Rozoviy Korol. Yilgi nishona hosillar. Boya aytganimdek, bemalol ko'chat va qalamchalarga murojaat qilishlaring mumkin. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Hali anchagina yana yangi navlarimiz bor sizlarga ko'rsatadigan.